Şarkı Türkistan'ın Uygurlarının mezmunuga yani nemsi kaysak hazır sizin biz faxrlimiz Uygur halkı. Sizin şu özünüzün şunda iktidarları, özünüzün imkaniyetleriga tayinip durup vatanımız için, halkımız için kılayotgan hizmetleriniz qanchalik bolup atıdı? Başka doktor, profesörler, başka kardeşlerimizin hizmetleri qanday bolup atıdı? Qanday işlarni qila alaymiz biz? Millet doğrulukta adamsız. Yani halkımız yani Xitayning zulmünden kurtuluş için sizin kılayotgan hizmetleriniz bilan aldılan bir tanışıp çıksak. Yani şu vatanimizdeki bolayotgan yangi haberlarni isbotlar bilan taqdibatsiz bunu ko'rib turyapmiz. Allah razı olsun. Bunun ahamiyatini qanday bo'ladi, boshqa qanday xizmatlardan shug'ullanyapsiz mushlar bir. Endi bu bizim chet eldagi qarindoshlarniki ko'rdig'ini men chiqarayotgan Uyg'urcha video andikin Facebook'larda taqdibatgan darslarni ko'ryapti. Mende Facebook'tan töyti vardı. 3 erken sınık namıda. İkisi Facebook hesabı, birisi page, Facebook defteri degendek. Anındaki yanda ama Uygur Project fondundaki birisi var. Tötünü başkurum hemen. Onunla bile YouTube kanalım var. Hazır yine bekçavatkan bir neyse Twitter. Twitter'ında bekçavatı ben. Bana erişvatkanla 6.000'dan açtı. Ben onu ötken yıl 8. ayda açkan. Benim Twitter'a kirgen vaktim uzun emas. Ötken yıl 8. ayda kirgen. Hazır 6.000'dan açtı. Ben şu chet eldeki Uygurlarga köngülü bildiğin adamlarga biraz yip uçulduğun şularni çıkarışqa bektirişiyotaman. 2 gün oldu da ben en bir yeni misalni göstereyim. 2 gün oldu bir video çıktı. Bu Xitayda işleyen video ekan. Xitoydagi osonlik millatlarning nupsi edi. Tili Xitoycha xati bor endi uniki. Orqa ko'rinishda bir muzika bor, endi Xitoycha xati bor. Aslında Uygurlarniki nupsini 9,68 milyon deb chiqdi. 2020 yildagi gap bu. 9,68 milyon deb chiqdi-da bu. Çıkandı ben şunu tutup durup Twitter'daki bir alayligi her bir çıkırdığan nesneki uzunluğu 50 tal sözden çıkıp kesmemaydı. Bu 50 tal söz bek tezil toşup kaldı iken. Şu nayet kıskı bir çıkakalı oldu. Başta bu aşka ben aşını tutup durup 5 kısım bir nes çıkardım meşege. Onu çıkardım. Anladığın Xitaylarniki ama şu ben talipga uçur var. Uygurlarning nupsi to'g'riliq. Rasmiy hukumat tarafdan e'lon qilgan 2015 yili 2017 yil e'lon qilgan Uygurlarning nupsi 11,3 milyon 11 milyon 300 ming Uygurlarning nupsi deb chiqargan 2017 yili. Bu yil 9,168 9 milyon 680 ming deb chiqdi. Başta bu boshqa 1 milyon 430 ming Uygurni aytdi. Degan narsani chiqardim. Ko'payish kerak sizda. Ashundoq, uni chiqardim. Menda Xitoylarniki Xinjiang statistika yillik kitobi degan bir kitob bor. Aslında bütün milletlarniki nüfusları var. Her yildagi hisob bo'yicha. Anikin hatta her bir shahar, nahiye hamma tarqalib qolgandi. Shuning ichida bana biz bir kardeşimiz öğretip bergen bana bir varağını resim kılıp 2018 yılı 2017 yıldaki nüfusu elan kıptiken aslında Uygurlar nüfusu 11 milyon 600 ming deb besiqliq şu kitapta. Ben aslında dedim muş kitapniki qattiq kopiyasi çoxum Amerika qatarlıq chet el hükümetlerinin qo'lida bor. Nima uchun bu Xitoy hukumati 2018 yılı Uygurlar nüfusini 11 milyon 600 ming deydi. Bu yıl 9 milyon 680 ming deydi. Qağı Uygurlar ne ketdi? Dedim, anladığın üzümüzden ölçerlice Uygurlar'ın nüfusu 18 milyondan aşırdı. Qağı Uygurlar qani? Hazır Şark Türkistan'da meyli vilayet olsun, naib olsun, kentler olsun, basınız adam yok. Uygurlar yok. Bu Uygurlar neye kayıp olup gitti? Dep şu 5 kısımlık anasını çıkardım. Çıkargandan bir qancha chet elliklar o'ziniki hukumatlarga evet deb boshlaydi. Ma diqqat qilinglar, masani diqqat qilinglar deb. Hozir endi
bizniki Uyg'urlarchida davo aytib berayotgan odamlar ko'p, nurg'un kishilar aytib beryotidi. Lekin mush davoni qilgan chog'da eng muhim nuqta qaysi? Agar haqlar sen nemin davo qilsa, nim talon vatsa biz nim deymiz. Mush nuqtalar kelgan chog'da kallasida degandek aniq hukm tushuncha yo'q. Aşta bu başka ben bunu şu videolardım tul davatımen. Toxtumay davatımen. Hazır yakında sel umumlaşkan talep uygulanıki. Birisi Xitay'niki uygulasından epagan ziyankeşlik ve öğrencilik siyasetini ırkı kırgınçı tap ataş gerekti. Bu yakında Adrian Zenzi'ndeki deklarati Ondan Birleşme Agentliği'ndeki haberi çıkandan keyin bir kısım hükümet emellerlerim de vardı bunu. Uygurlar uçurgan yo'qotish ve irqiy qirg'inchilikda. Buni ta'kidlash kerak deyapti. İkincisi Uygurlarning qo'li chiqqan zavod korxonalarni taqash. Ularniki mallarini akirmaslik mesela Amerikaga. Bunun için tutish kerak deydi. Bundan başka biz yine 3 nuqtani için tutuşumuz gerek. Abiyaki ikki narsa hozir bu ishni to'g'ri bağlash foydasi bor. Masalan, Uyg'urlar bo'lgan ziyon irqiy qirg'inchilik, e'tirof qilgan degan gap. Lekin bu hozir Uyg'urlar duch kelayotgan vayronchilik, yo'qotish jarayonini to'xtatmaydi desam to'xtatmaydi. Ondan keyin abiyaki mallarni to'xtatish biroz ta'sir qiladi. Masalan, agar chet eldagi shu Uyg'urlarni qul ishchilari qilib ishlayotgan shirkatlarning hammasi kuyib chiqib kelsa Xitoydan, qayerda qul bo'lib ishlayotgan Uyg'urlar qul bo'lib ishlash nimasini qilib qoladi degan gap endi. Jarayondan. Lekin umumizlik qaragan chog'da Xitoy hozir qadardagi Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan cho'ng planini hech qanday o'zgartgan yeri yo'q. Men bundan bir yil burun shu YouTube kanalımda sözlep video isteyen çağda diyen Xitayning nim planı bağlığını. Onu 2014 yılları Xi Jinping oturup koygan plan var. Uyghur nüfusunun 3'ten 1 kısmını öldürüp tüketiş, 3'ten 1 kısmını solap tüketiş, 3'ten 1 kısmını maşina adamga aylandırıp tüketiş. Hazır ülüp ketkenlerden başka, sulun ketkenlerden başka, sulun ketkenler degende türme lagerini biz bilimiz. Ondan başka zavutlarga qul işçi bo'lib ulaştırayotgan Uyg'urlar bor. İşkirge aketken kam degende 500 ming Uyg'urlar bor. U Uyg'urlar yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketdi. Aşta bu başka bu Xitoy hokimiyatiniki shu umumiy planni qarab baksanız mush yo'lish bo'yicha ketyapti hozir. Albatta men degandek Uyg'urlarniki shaharlari, noyalari, yezdiri, kentlerge basınız adam yok. Uyg'urlar intay ig'darajada yo'qolib ketdi hozir. Zaten qancha ziyon bo'ldi biz bilmaymiz. Shunga meniki yaqinda ta'kidlayotganim shu BDTga besim ishlash kerak. To'xtamay. Mush davo sepidagi hamma odam har qanday vaqtda bir hukumatning boshlig'i yoki bir xalqaro tashkilotning boshlig'i bilan kurashish fursati bo'lsa, bunda tarafni o'tirqish kerak. Birisi BDT Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmini to'xtatish haqida bir qaror olsin. Bu birinchi qadam. Bu qarorni ola olsa, undagi ikkinchi qadamda shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yevropa Birligi qatorliq o'rinlar Sharqiy Turkistonga mustaqil kuzatuvchi atriti kirgiziladi. Aşağıdaki Xitoy albatta qaror chiqqanligi uchun hozir Xitoy hukumati Uyg'urlarga qaratgan ziyonni to'xtatsin degan qaror chiqqandan keyin shu qarorning ijro qilinish ahvolini tekshiradigan bir mustaqil atrat Sharq Turkistonga berib qarab turish kerak. To'xtadimi, to'xtamadimi deb. Bu ikkinchi narsa. Uchinchi narsa, hozir qadar Xitoylar Uyg'urlarga qaysi darajada ziyon soldi? Biz qancha odamimizdan olib qoldik? Mana tekshirsin deyish kerak. Şuna hazır bu nesleni oturup kıyvatkan adamlar anca yok. Ben bunu toxtamayı davatımen. Andi ben 2 günün aldıda şu Yugoslavya uruşu vaxtdaki Yugoslavya'daki Sırplarniki
Kosovodagi xalqlarni Albaniyadan qirgan ahvollar anadan keyin shu chog'da BDTning chiqargan qarorlarini ko'rib baqdim. U chog'larda kuzatib turadigan odam bo'lganligi uchun serblar Albaniyaning o'ltirgan vaqtida qancha odam o'ldi, uni ko'rib turgan odamlar bor, video olaydirsin, datalaydi, va muxbirlar bor. Çünkü bu nəhayət çox qulğunluq qo'zg'ab BDT'da işte qarorlar chiqqan. Lekin hozir Uyg'urlar tatgan ziyon ayni vaqtdagi oz ziyandan eshib tushdi hozir. Biz qat'iy bilmaymiz qanchalik odamimizni olib qolganligimizni. Men 1 milliondan ko'p degan to'g'ri uzoq bo'lib ketdi. Biz kam deganda 1 million odamimizni olib qoldik, jonda olib qoldik deb. Nimishqa adam? Albatta men deganda Xitoyning boyagan 2018 yil degan Uyg'ur nüfusu 11 milyon 600 bin. Biz Uyg'urlarniki o'zimizning hisob chiqqani 18 milyondan ko'p Uyg'urlar. Ama hozir vatanga baksangiz ko'rmaysiz buni. Yo'q, odam yo'q. Ne ketdi bu odamlar? Bu yerdagi asosiy masala nima desangiz, Xitoyniki bir qadimiy taktikasi bor. Ishni taqab qo'yib ishni uri deydi bular. Gömürdağı deydi. Her qandaq vaqtda ma'lum bir yerda cho'ng zulm tozalash yapmoqchi bo'lsa, birinchi qiladigan ishi bularniki muxbirlarni chiqarib o'tadi. Bizning Sharq Turkistonda chet ellik o'quvchilarni da chiqarib o'tdi, hatto Pokistonliklarni chiqarib o'tdi bular. Hech kimni qo'ymadi. Boshdan chiqarib o'tadi, uchurini qattiq kontrol qiladi. Buni hukumat qaysi darajada kontrol qilayotganligini. O'tganda bir Xitoy Zimiston degan jurnalga uchirib berdi. Sharq Turkistonda ishga borgan Xitoykan bir bayroq chiqarish murosimiga ko'rib dushanba kuni va qiziqarli adab rasm tasda saqchi tutilib 3 kun solab buni kino apparatlarning hammasini yuvib etib telefonlarini qaytarib berganligini dedi. Shu darajada kontrol qilganlik uchurlar Sharq Turkistondagi. Mushtaq bo'lganligi uchun hozir bizningki zada qanchalik adamimiz o'tib ketdi, buni hech kim ko'rolmayotdi, bilolmayotdi. Başta boğazda çeteldeki Uygurlar zaten bir fırsatlı buldukken İngilizce talking point deydi bunu. Biz başkalara deydiğen mühim noktalar nime? 5 nokta var. İşkini dedim, bazı başkalarım devatıdı bunu. Uygurlar'a uçurgan ziyan, ırkı kırgınçılık, çetelinin danış şirketleri Uygurların kulu çıkıp işledi devatıdı. İkincisi. Üçüncüsü BDT Xitoy hakimiyetinin Uygurlarga silayotgan zulmini to'xtatishida qarasin. Uchinchisi, to'rtinchisi Sharq Turkistonga mustaqil kuzatish umiga bersin. Beshinchisi, hozirga qadar Uygurlarga qancha ziyon bo'lib ketdi, tekshirsin degan narsalar. Buni tang deyish kerak. Hammadan deyish kerak. Hamma yerda deyish kerak. Endi hozirga qadar Uygurlarniki beshi kelgan zulmni to'xtatish jihatda eng yaxshi bir ish ko'rgan ya Amerika. Amerika Uyg'ur qonunini chiqardi. 3 kun Sharq Turkistondagi shu Uyg'urlarni qirish siyosatlarini yurgizgan 4 Xitoy amaldorlari ustidan nimani boshladi, embargoni. Ularni jazolashni boshladi. U mutasaddi qadamlarni oldi. Hozir ina Amerikaniki tashqi ishlar ministri to'xtamay Uyg'urlar to'liq videolarni beryapti. Bu tashqi ishlar ministri Pompeo mu har kundagidek Uyg'urlar to'liq gapiryapti. Lekin qolgan davlatlar ancha-muncha bayonotnoma e'lon qilib qo'ydi. Uyg'urlar uchun qilgan eng chong ish shu. Bayonotnoma e'lon qilib qo'ydi. Bu bayonotnomaga Xitoylar qo'ng'ining qirqida qarab qo'ymaydi. Xitoy hokimiyatining hech qanday qiymati yo'q buniki. Buniki bir isboti 1989 yildagi Tiananmen qirg'inchiligi. Shu chog'da nurg'un davlatlar bayonot e'lon qilgan. Xitoy hech qanday parvo qilmay qilgan qildi. Hozirmi parvo qilmaydi bunga. Shunga butun Yevropaga qarasamiz, Yevropadagi allarniki eng chong qog'ozi bayonot e'lon qilish. Uyg'ur masalasi to'g'riliq. Lekin hech qanday konkret tadbir yo'q. Başta boğaçqa biz Uyg'urlarniki bosadigan, mangdigan musofimiz bak bo'lsin. Hozirgi ahvolda agar xalqaro aralashmasa biz o'zimizniki ishimizni hal qila olmaymiz. Hozir Xitoy Amerikani oldirib qo'ydi biroz. Amerikani oldirib qo'ydi deganimizda qandaqdir Amerikaniki Xitoy kuch yetmaydi degan gap emas, unday emas.
Amerika'nınki her qanday jihatdan kuchli bu. Siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, harbiy, har qanday sohadan. Lekin Amerika'nın ichida mu siyosiy kurash bor. Masalan, Trump bilan boshqalar o'tirsida ig'ir kurash bor. Republik partiyasi bilan Demokratchilar partiyasi o'tirsida keskin kurashlar bor. Boshqa bir siyosatni yurgizish Amerikada xil qiyin. Xitoy hozir shundan foydalanib ketib bordi. Shunga hozir Amerikami shu yaqinda Xitoyniki zodi Amerikaga qaysi darajada sinib kirganligini bayqagandan keyin biroz jiddiylashib Muştaq bir holatda. Boshqa bizniki hozirgi ahvolda o'zimizniki ishini o'zimiz hal qiladigan imkoniyatimiz yo'q. Agar xalqaroniki yordamini qo'lga keltirmasak, Xitoyniki uyg'urlardan yurgizayotgan zulmini to'xtatmaymiz. Endi xalqaro yordamni qo'lga keltirishda obatni men degan 5 nuqtani hamma odam hamma yerda deyish kerak. Fakt bor. Masalan, men obatni deb o'tgan sonlar. Hozir Xitoy dedi, biz manchiq uyg'urlarni yo'qotdik dedi. Xitoyniki o'zini sonini ishlatsangiz, biz uyg'urlardan 1,5 million uyg'urlar o'ldirib bo'ldik degan gap bu. 2018-yili 2017-yildagi ularning nüfusi 11 milyon 600 milyon deb e'lon qilib, 2020-yili 9 milyon 600 milyon desa, 2 milyon uyg'ur yo'q bo'ldi degan gap bo'ldi. Buni Xitoy o'zi da'vatidi ma'ni. Biz mushuni deyishimiz kerak. Bütün xalqaroning hamma yerda mush gapni deyishimiz kerak. Isbot shu. Xitoy o'zi e'tirof qiladi buni. Hozir faqatlarmikan bizning yer yuziga yerning ustida Sharq Turkistonda turib resim qilib, video qilib taqdim muxbir bo'lmoqligi uchun dunyo ko'rmayapti nemish bu holatni. Uning ustiga Xitoy intayin ilmiy vakiligar. Cho'ng qirg'inchiliklarni yapani. Men kelgan uchurda bir akşam bolalarni o'ldirish hareket yapadi cho'ng qilamlik. Qancha bola o'lganligini bilmayman. Ama bana bu uchur intayin ishonchli kelgan keldi. Kechida yapadi buni. Intayin qattiq planlab turib. Bolalarga sut teknesini berib hemen öldürüp bir kişide. Onu köydürüp balan. İşkiri yapıp öldürdü Uygurlarını, Nurgullarını. Bu öldürdü dediğim işki kazalarını setiş için öldürdüler. Sırtındaki yapma. Ondan Korlu'da bir akşamda 3 kentini tuzlup etken. 2018 yılı. Onu mu keçisi yapardı? Dügen karşısınız 3 kent var, eğer etken basınız yok, işim yok. Osmanlı'da Süneyman arasında tasılır, işim kürünmeydi. Hatta bu Xitayla bir aşı işler katlaşkan birisi olarak baş kıldı bunu. Yelken vakasındakini. Kentlerini tüzüp etip, orada direkt dikkat edildi. Ertesi bağa adam, bunun aşağıda bir kentin bağlılığını bilemeyken. Yani şu yerlik adam olmasa, şu derece kılıdı bunlar şimdi. Aşağı bağlılık için, bu ağaç intayin köp, ama bizde ispat yok. Hatta şu xalqaramızda ispat yok da bir jurbatı da hazır. Lakin bazı Uygurlar kelgan ziyan Kosovodagi ziyonlardan neticasi qatlivatli bo'ladi. Kosovoga BDT'dan qaror elib, oxiri Kosovoni mustaqil qilyapti. Uygurlarniki hozir tatgan ziyni uni neticasi qatlaydi. Shunga bizniki bunundikin qilgan muhim ishimiz shu. Mush davo sepidagi hamma yerdagilar mush gaplarni deyish kerak. Endi shu bir necha kunda yoki men bir qismda seni tekshirib baqdim. Intan ko'nglim yerim. Meniki musulmon dunyosidan ko'nglim yerim. Türk dunyosidan ko'nglim yerim. Men bu din to'g'riliq ozroq izlangan. Bizdeki dini ulamolarimiz intayin yaxshi biladi. Bu musulmonlar faqat birla Allohdan qo'rqish kerakdi. Ama hozir Xitoydan qo'rqmaydigan musulmonlarni topib bo'lmayapti. Hozir hamma musulmonlar Allohdan qancha qo'rqyapti bilmayman. Lekin Xitoydan dashab qo'rqyapti. Hamma turklarmi shunday. Bu ishlar men uchun intayin ichinishlik. Eğer aşılar üzerindeki dini burçı, kırındaşlık burçunu adı qilgan bo'lsa-mu, bizim günümüz sel yaxshi bo'ladi. Men sizga 40 defa falan deb alayman. Amerikada
hozir CNN'da ishlaydigan bir Farruh Zakariy degan bir adam bor. Bektanlık adam bu. Yale'da magistrlik aldı, Harvard'da doktorluk ünvanı almış ekan. Hindistondagi musulmon oilasidan tug'ilgan ekan. Buniki programmasini hali bek ko'rdi. Men har kunlik programmasiga diqqat qildim bu odamni. 2 yilning ichida, ya 3 yilning ichida Uyg'urlar to'g'riliq faqat bir qatim program ishlab baxti bu odam. O'zi musulmon uyda tug'ilgan Hindistonda. Her günü programımız var. 3 yılın içinde bir katım program işlep baktı. O programda Uygurlar to'g'ri hata qildi. Hata qildi, men onunğa şu Twitter'da raddiya berdim. 5-8 qism otak bilan yozib raddiya berdim. Magipon hata da. Bu ki Xitoylarniki Uygurlarga solgan aziyatgan zulmining sababi to'g'ri to'xtalib, nəhayət qamlaşmagan bir narsani var. Xuddi bir zürdak Xitoylar uchun. O'sha narsani dedi. Deganda men uning tarixiy ko'rinishi neymiş bu atqanlığı doğruluk bir narsani yazdım Twitter'da. Bu adamga hozir men herkes qarayman bu Uyg'ur to'g'ri gap qilaman deganda yo'q qaram. Qitti yo'q. Ondan keyin bütün Uyg'ur qarindoshlar Yasir Qozi bilan Noman Alixonni biladi. Men ularni tanishtirdim leksiyalarini. Men shu oldingi kun ichida bularniki videolarini tekshirib baktım. Uyg'ur to'g'riliq so'zlaganman dedi. Noman Alixonniki bundan 9 ay burun bergen bir kutbasını taptım. Uyg'urlar to'g'ri to'xtalibdi. 9 ayning oldida. Shunaqa o'tgan yildan işte bo'lgan ish. O 9 ayning mobaynida qayta to'xtalib qolmabdi Uyg'urlar to'g'riliq. Yaqinda Amerikaning qonunlari chiqib ketdi. Hozir Uyg'urlarga kelgan kunni irqiy qirg'inchilik deb atash kerak degan gaplar chiqib ketdi. Bu gaplar bularga hech qanday ta'sir qilmabdi. 9 ayning bunun oldidagi Uyg'urlar to'g'ri bergan qutbasiniki YouTube videosini aran 332 adam ko'ribdi. Bu adamlarniki necha 10 ming, necha 100 ming agashkichlar bor. Ve Uyg'urlar mush darajada xorlanib qoldikmi? Hozir bütün dünya bo'yicha qaraydigan bo'lsa, Uyg'urlarda xorlanayotgan musulmon yo'q. Aşındak bir iş batırıp, aşındak bir danlık adam Uygurlardan to'liq ishlagan videoni ko'rgan adam aran 332. Ben Yasir Qoziga qarab baktım. Yasir Qozi bir yilning oldida Xitoyga borgan. Xitoyga borgan vaqtida shu yerda Uygurlar to'liq ishlagan videolar bordi. Undan keyin ikkinchi to'xtalib qolmabdi Uygurlar to'liq. Hech narsa yo'q. Men o'tgan yil 2018 yıl iken 2018'de 12. ayda Washington DC'ye vardım. Aşağıda bir Türk camisi var. Mescitte aşağıya teklif koyan liksiyasını yaparım da. Şu ege New York'tan bir danlık imam geldi. Bek danlı hatta bu adam bir saatte kutba söyledi Cuma günü. Cuma namazından burun. Dünyadaki Müslümanların hemnesini tılık aldı. Ama Uygur'un tılık almadı. Keyin o xutba tugab juma namozi tugagandan keyin odamni izlab beribman. Sen bilgan gap Uyg'ur to'g'ri gapirmading, sen Uyg'ur degan kim edi? Uyg'ur degan mandaq millat, musulmon. Mening telefonimda qilgan PowerPoint bor edi. Ko'rsatdim men. Xitoylar mandaq qilyapti. Sen Uyg'urni o'qimaydi odam. Danliq imom ekan, New Yorkning danliq imomi ekan. Bizim ahvalimiz müştakkan. Yani Türklerin işini obdan bilirsiniz. Türkiye'de Uygurlarga ko'ngil biladigan hükümet amillerinin hepsi yok olup ketdi yaqında. Ba'zilar o'tirg'a chiqmoqda, Uygurlar to'g'ri qarar olamizda. Ama hokimiyat beshidagi partiyalar rad qilyapti buni. Shunga bizning holimiz shu. Ben yaqindagi şu millatniki taqdirini bir millatniki qandaq bo'lib qolishini, uniki madaniyati biladiganligini dedim. Lekin tarixdagi şu insoniyatniki madaniyatlashish tarixini xulos qilsak,
yaxshi amalni qilib yashagan bir millatga millat erishgan yaxshilik bilan yomonlikniki son jihatdan asosan o'xshab qolganligi. O'sha yakin chiqqanligini dedim men. Uyg'urlarning ahvoli ham shunga o'xshab qoladi. Biz musulmon bo'lg'ili 1000 yil bo'ldi hozir. 1000 yilni oshdi. Biz dastlabki 500 yil yaxshi yashagan. Keyingi 500 yil oxiriga chekinib, mana hozir jon talashyapmiz. Mustaqil qoldik. Meniki ma gaplarni deyishimning sabab, garchi biz hozir boshqalar shunchalik boshqalarning yordamiga ehtiyoj bo'lsakmi, u yordam bizga kelgandek emas. Shunga biz bundan keyin o'zimizni qaysi darajada saqlay olamiz? Chet ellik Uyg'urlarga bog'liq. Chet eldagi shuning uchun chet eldagi Uyg'urlar burunqidek yashasak bo'lmaydi. Biz burunqidek yashasak o'zimizni qo'llab qolmaymiz. Men bu gapni intayin kuchli holda Turkiyalik qarindoshlarga aytaman. Sababini men desanglar, O'rta Osiyodan boshqa chet eldagi Uyg'urlarning tang yerim Turkiyada. Men o'zimning o'lcharicha O'rta Osiyodan boshqa Amerikadagi Uyg'urlarni qo'shganda 100 mingdek odam bor. Bunun 50 mingi Turkiyada. Turkiyadagi qarindoshlar o'zinglarniki buniki hayotini qanday yashash to'g'riliq qattiq o'yininglar. Burunqi musofalarga qarab yaqinlar, burunqi bosgan musofalar. Qanday keldinglar bugun kungachilik. Endi bundiki qanday qilamiz? Buningdiki intayin muhim halqılık amil bola tarbiyasi. Bola tarbiyasi men bu jihatda bek cho'ng andisham bor. Davomli ishim bek pishidi. Nima desanglar men her yıl Türkiye'ye barman. Bu yıl baramadım mı bu? Xitay burası sebebinden. Nurgul işlerini bilmem o yerdik. Bu şu bizdeki Uygur ölmalarımız asasen Arap devletlerinde terbiyelengen. Ulanıki o garip ellerinde bu biraz terbiyeleniş imkaniyeti bombaydı hazır kadar. Arap devletlerindeki İslam muharibinde eğri mesele var. Eğer mesele olmayan olsa Uygurlar hazırda günü kalmaydı. Ben abetim ben diyendek hazır Xudadan korkuduğun Müslüman bağlılığını kullanmaydı. Lakin hem Müslümanlar Xitay'da korkudu hazır. Aşağı bir ahval var. Muşaş mağaretteki kep çıkan ahvalmıştım. Eğer hakiki Müslümanların terbiyelenen olsa ular için ümmet en üstün duruş gerekti. Biz ulanın kerinliş buluşumuz gerekti. Biz hazırda günü kalkanca da ular yerden koş gerekti. Yerden bir şu yerde tutsun. Bizge ziyan sevatıdı. Xitay'ını kollap durmatıdı bunu. Şuna menekime şu özümüzde ölmalarına dediğin ölmaları tutan ümidim. Bizanlarındaki bütün hazır kadar ürengen nesrini emniyet falan birleştirip kaydı bir bahalap yakalım. Bulup mu belki halklık nesli bal terbiyesi. Ben Türkiye'ye berip hazır nurgun Kur'an kursları bağlılığını köydüm, bildim. Bu kurslar mektepte okuyatkan balalar için içilganken. Şuna Kur'an yatıltığımızda balalarını saat 5'te kopurup etkenisi. Mektep başlangıçlık 2 saat Kur'an yatıltıp Andikin mektepki berip, mektep tüygüse yine kayıt gelip yine Kur'an kursunu verip Kur'an yatlaydıgan ahval. Andikin bu tesadüf içinde balıktan akıldıkken insanlar Uygur balığı kulak kaldıkken mektepte. Bu Adem balısı bu kompüter emmez o. Onu oltuğuz koyup maniyatlaysa, anıklısa bunu kağanda kağan bilen bu Adem balısındaki minisi bir kaniyat bin işleydi. Eğer kaniyat bin iş kımsa ünüm bombaydı onunki. Amerika marifida 10 yaşlık balığı bırıldıgan tapşırık 10 minut. 15 yaşlık balığı bırıldıgan tapşırık 15 minut. Baş marifi belirlengen nesi. Kahvaltı balığı oynaydı. ABK'de terbiyelese balığını. Etkende saat 5'te kopurup, Kur'an yatılıp, mektep üretip, mektep ders kalsı düşmeye ukulap gelip, kayıt gelse, mektep kıyvesi yeni bir Kur'an kursu verip, müştak kıvesanlı balığını sakçın olamda. Şuna müştiyat işlerini bir bağla basanlar. Beni bek işim şurada bu işler. Hazır mı ötkendim hazır ötkenki videoda tarafta koydum. Eğer Türkiye'deki Uygurlar bilen bilsizler. Türkiye'deki Uygurlar köpüncüsü Türkiye'ye jüp olup kalganlığını.
hozir faqat qarindishim deb ham saqlayotdi bular. Agar hozir Kanadada bir tashkilot qurilib, Turkiyadagi bir qism qarindoshlarni Kanadaga ko'chman qilib akitish yo'lida ishlar bo'lyotdi. Her bir aylık gittiğin pul intayin köp. Açtaq bolsa qancha qilsa shuncha qilayli deb tirishyotdi. Agar bunda qarab baqsanglar, o'zinglarni Hong Kongliklarni selishtirib baqinglar. Hozir Hong Kongliklarni nekilinglar olamiz degan davlatning 5-6'sı bor hozir. Angliyalar 3 milyon olamiz deb shon dedi. Biz Uyg'urlar xorlinib ketdik. Açtaq yalvaramiz haqlarga, bizni asan deb. Kanadaga mı açtaq nurg'un pul xərclab köçüb aprimiz davatımız. Manda etqan çağda Uyg'urlarniki nəhayət köp bir qismi dunyoga yük olub qaldı. Bu her bir adamın içini pişiriş gerek. Bizim kıymetimiz nerede? Uyg'urların kıymeti nerede? Eğer bizim kıymetimiz olmasa dünya yerden olmaydı bizge. Beşçirak gaplar var, insanperverlik noktasını yerden kısın da. Nezirciyetin doğru. Əməliyyatda siz başqalarına bərməyətib alamayısınız başqalarını. Bizim küvatqan günümüzmüş şu. Şuna bu gəpni uzatmasam vaxt yetişməydi o. Yığıncalab etqan çağda hazır qədər bizim sırtın kidiğən yardım doğruluqdaki hiç qandaq nəsə kapalatki egeməz. Ama üzümüz qandaq yaşayımız degen nəsə üzümüzün ixtiyarı. Üzümüz üçün bir tallaş bu. Özümüzün qandaq yaşaydiganlığı özümüz üçün bir tallaş. Şu muş tallaş haqida chet eldagi barliq qarindoshlar obda o'ynash kerak. Agar millatni saqlab qolaylik desak. Bakalım, çıkacak. Allah razı olsun. Hükümet fikirlerine ait. Tabiiyette bu diğerlerimiz ait doğru. Hakikaten biz özümüzü özgertmesek Allah subhanahu wa ta'ala özgertmeydi. Çünkü erkanda bir kavim özünü özgertmeyecek, Allah özgertmeydi. Siz diye bu meselelerin nurulğan kişilerin kallısı da bozdu mu? Yani oturup hep çıkışacak, ikralar hep çıkışka ensireydi çünkü üstünün fitne ulaşacak, başkalarının hata düşünüp hakaret arkadaşlar ensirgenlik için bu mezmunlarda fikir koyamaydı. Siz degende ki hakikaten biz bu nurulğan neslerini kör vatımız Türkiye'de. Kur'an kurslarının buluvatkan işlah, kilovatkan yardımlı olsun, başka göç, oç, boş nesli olsun, her türlü ziyade. Bir neçə günün aldıda bir Kur'an kursunun bir maşın göç taqtıptı. Bu göçni nemişki taqtıptı dese, ma göçni yapılamıdı. Kurbayetlik yeni göç kelidi. Şunun için mani kıyınçılığa taqtıp taqtı ve sana edip bir şopur qalıq bir maşın göç bestirip tutun. Moşunda meselede hem de bu pul meseleleri olsun, hakikaten kıyınçılık bağ karindaşlı bağ, kıyınçılık yok karindaşlı bağ. Pullarını mesela yaxşı işiltiş meselesi. Sabab buldu deplam işiltiş emas, hakikaten Şarkı Türkistan'da hemmimiz Uygurlar kulu koyulup gitti, hemmimiz neçe min katımızda anlap olduk, bulatkan zaman özümüz közümüzden körüp yaşap çıktık. Hem de yine özümüz özgertmeye kalayımkan işler kaldığımızı serap kılıp, vaktimizi serap kılıp Vatanımız Şarkı Türkistan'daki karindaşlarımızın ki kanda kalsakmış o bir az basımı yükü yengilleydi o. Halkaradaki, çeteldeki muhacir karindaşlarımızdan abiyam doktor hakimiz degendek, hemmimiz yük pop kalgandek, ya ki özümüz yük pop kalgandek, ya ki başka devletlerge yük pop kalgandek, hemmisi yalvarıp o devletke, bu devletke, o halkı, bu halkka yalvarıp başında buluvatımız. Moşun meselelerini çokum özgertiş gerek de karayımız köpünce karindaşlar. Moşu meseleler benim abiyamdan yakılı doğru geplerini cık kıldan sonuç benim sözümü kesmedim. Hakikaten oturup tegişlik mesele boğalığı için. Ben aslında bir neçə katım yalğız özümden köngül sözlerini, fikirlerini oturup koyup bir programı kılay dedim. Lekin yani kılanmadım. Moşu münasebetler özümden ki gen bir fikir var özümden neçə vaktin kallamdan ütmegen. Bir meseleni baykadım. Köpünç karindaşlarımız özünün ki men halk dep durup biz halk, men halk dep durup hiç qanday bir siyasi aralashma yoki Xitoy qarshi faoliyatga aralashma yoki bir tashviqot ishlari bo'lsin, mayli qanday ish bo'lsa hech qanday ishga aralashmay, faqatlam tashkilotlarni yoki faoliyat qilayotganlarni ish qilib harakat qilayotganligi odam bo'lsa haqoratlaydigan, ustidan har xil o'zining shaxsiy tushunchasi bo'yicha nima ish qilmani qilmaydi, nima ish mandoq qilmaydi, nima ish ma ish mandoq bo'lmaydi, mandoq bo'lsa mandoq bo'lmaydi.
Bizning manda ummatning xizmatini qilmaymiz degandan keyin uyimning ijorini to'lab bersa bo'lmamdi, boqsa bo'lmamdi degandek har xil odamning kallasiga aqliyatga uyg'un emas, mantiqsiz, dalilsiz nurg'un narsalarni eskirdim, uchratdim. Amaliyotda Sharqi Turkistonlik har bir Uyg'ur, har bir qarindishimiz men xalq deyishdan nomus qilish kerak. Mening shaxsiy fikrim. Nomus qilish kerak. Mushunda bir xorlik, mushunda bir zillat, mushunda bir hech qanday bir imkoniyat yo'q, ammo mushunda bir xorlikning ichida o'zimizning xotin bolalar dafsanda bo'lyapti, yurtimiz dafsanda bo'lyapti, mol mulkimiz musodara qilingan, dinimiz dafsanda qilingan, masjidlarimiz yiqilgan, Qur'onlarimizni ko'ydirgan. Qanday qila olaysa qo'lingdan nima ish qildi deb turib Xitoy zolimlari bizga jang e'lon qilayotgan mushu mezgilda men xalq deb turib uyda o'tirib, uni buni deyish, husn terish, haqni haqorat qilish bu nomus. Bir ton Uyg'ur qolmay, bütün Sharqi Turkistonlik askar bo'lish kerak, jangchi bo'lish kerak. Har qanday qarindishimiz bir qo'ldan nima kelsa bir faoliyat, har qanday ish bo'lsa, Xitoyga qarshi faoliyat bo'lsa birlashish kerak. Mening shaxsiy fikrim. Men shuni his qilaman. Har qanday bir xalq degan narsa qilmas kerak. Har qanday musulmon, har qanday Uyg'ur, har qanday Sharqi Turkistonlik jamoatlashish kerak, tashkilotlashish kerak. Hammamiz Xitoyga qarshi qo'limizdan nima kelsa, xuddi Ibrohim alayhisalomni o't tashlagan vaqtda o'tni o'chirish uchun bir kuchlib bir tomchi suvni og'ziga patgan suvni tashlagan o'xshab qo'limizdan nima kelsa, shuni qilishimiz kerak deb qarayman men shaxsan. Hozir ham qaraydigan bo'lsak, degandek nurg'ulg'an qiyinchiliklarimiz turibdi, nurg'ulg'an qalayimqonchiliklar turibdi. Hadisi ichki urush, yeli bir nima deyotgan, yeli yurtlar birligi, yurtmazlik, yeli üstü birlik, yeli Uyg'uristoncha, Turkistoncha, yeli bir narsa. Har xil shu o'zimizning ichidan talash tortishlar, ixtiloflar, urushlar, nima tugamaydigan narsa. Biz siz degandek bütün musulmonlar uchrab qolmagan, bütün insoniyat uchrab qolmagan, naytimi rezil, naytimi haddan ziyoda insonlikdan chiqqan bir qatliamga, bir zulmga, bir nomus ichida qilyapmiz, uchrayapmiz. Mushu mezgillarda turib yana biz endi men shaxsiy o'zimning fikrda biz ish qilyapmiz yoki faoliyatlar ya tashkilotlar yo'g'a ish ko'tib bordi, ular xatolashmaydi demoqchi emasman. Haqiqatan biz xatolik bizda bor, tashkilotlarda bor. Xatoliklar bo'ldi, kamchiliklarimiz bo'ldi, yaxshi ish qilolmadik, cho'ng ishlarni qilolmadik, ushoqcha ishlarni qilyapmiz. Ammo qo'limizdan kelishicha qilaylik. Haqiqatan bizdan yaxshi cho'ng qarindoshlarimiz ish qila olishi mumkin. Qilaylik, hammamiz qilaylik. Mening shaxsiy fikrim bu. Bu yerda mening jiqab qilishimning o'rni yo'q. Siz hamma gapni yaxshi o'tirib qo'ydingiz. Haqiqatan biz o'zimiz o'zgarishimiz kerak. O'tmishimizni, o'tgan vaqtimizni o'ylanishimiz kerak. Nima ishlarni qila oldik, nima ishlarni xato qildik, endi nima ish qilishimiz kerak bu masalada nəhayət qattiq o'ylanishimiz kerak deb qarayman. Sizdan bu joq vaqtingizni ilib etdim. Allah razı olsun. Oxirida yana hozirgi bo'layotgan masalalar, ya'ni Sharqi Turkiston masalasida har xil ishlar uchrayotimiz bo'layotdi. Yaqinda masalan Govinguy degan birsiningki chiqqanligini hammamiz bilamiz. Mushu Govinguyningki qilayotgan ishlar to'g'riliq bir o'zingizning tushunchalarini o'zingizning bilgini bir o'tirib qo'ysangiz, mushu bu qanday odam, bu odammi, qanday bir maxluq yoki bu haqiqatan bir yaxshi qilayotgan odammi, Sharqi Turkistonliklarga bir foydasi yetamdi yoki ziyni yetamdi, buningki bergan ma'lumotlari, bayonotlari va yoki sizgan xaridlarning bizga ziyni bormi? Mush to'g'riliq bir bayonot bersangiz, bir tushuncha bersangiz. Bo'ladi ukam. Nima bizimki bu sohbatimizni başlıqlı bir saatini sal açtı. Bu xizmat vaqtim meniki. İşte bu başqa mushu Govinguйdan keyin to'xtasak, keyin zarur bo'lsa yana boshqa yana qaytadan suhbat o'tkazsak bo'ladi. Bo'lmasa menga gap qoldi-chu. Men tushtamlish vaqtim tugadi endi. Bu nima Govinguy dastlabki vaqtlarda ishchilarning oldida bir qism yaxshi ishlarni qilgan. Bu qanday ishlar desiniz? Xitoy hokimiyatidagi amaldorlarniki chirklashish ahvoli qaysi darajada, bularchidagi o'xshamagan guruhlar qaysi darajada, agar shu Govinguydan olmagan bo'lsak biz menga tushunmay ekanmiz. Biz buni sirtdan ozroq bilardik Xitoyning chirkligini, lekin uning darajasi zot qaysi darajada degan narsani Govinguydan ko'p pash qilib berdi endi. Bu yolg'iz bizlar emas, butun dunyodagi Xitoy hokimiyati bo'lgan qarshida cho'ng burilish paydo qildi deb o'ylayman men. Lekin yaqinqi bir yilning mobaynida bu kishi hozir o'zi bir Xitoy hokimiyati og'dirib tursa, shuni o'rniga dastaman degandek bir
Xitoy Federatsiya hokimiyatidagi bir narsani qurib oldi hozir. Yomon yeri bu kishida bir davlatga yoki bir millatga rahbar bo'ladigan safa yo'q ekan bu kishida. Nəhayət ağır məsələ var ekan psixologiyaya cəhətdən. Aşağı boğaşqa bu keyingi vaqtlar kelganda dastlabda chet eldagi Xitoy demokratchilari bilan birlashdi bu. Bir qism ishlarni birga qildi, keyin birdan o'tirib ziddiyat tushib, ularni tillab, og'zini buzib tillab, hozirmi endi og'zini astlamkin boshqani tillaydi bu. Shu sababdan meniki bayqishimda endi aslida hozir ham Xitoy hokimiyatiniki ag'darilib ketish, kompartiyani ag'darilib ketish ehtimoli bak cho'ng hozir. Ashtax bo'lib qolsa, shuning o'rnini olalaydigan yana bir hokimiyat tayyor bo'lib turgan bo'lsa pek yaxshi. Lekin hozir mana mavjud emas. Shu Go'ngidagi odamlarning tufaylidan chet eldagi demokratchilarmi ittifoq emas bir-birisiga Xitoy demokratchilarini aytaman. Shunga bu odam bak rasvolashdi yaqin yoqi. Men uni nasıl ko'rmay qolib ketdim. Men dastlabki vaqtida bak ko'ratdim. Her günükini kaldırmayı ko'ratdim. Hozir qattiq ko'rmay qolib ketdim. Hozirlar ko'rsamlar mahaqlarga hujum qilib og'zimizni tillab qolganligilar men xo'shaqmaydi uni ko'rmayman. Yaqinda Amerika hukumati Go'ngidagi iqtisodiy kirim manbalarini, manbalarini tashkil etdi degan gaplar chiqdi. Bu shu tashkilish jarayoni boshlanibdi. Mening tushunishimcha. Lekin yakun chiqmadi. Bu nurg'un kishilar tekshirish boshlanganini anlatlamken o Go'ngidni chataq chiqibdi deb o'ylab boshqa narsa yozganlarmi bor. Ammo bu g'arbniki bir prinsipi bor, uni nima desangiz, bir odamniki jinoyati isbotlanmaguncha u gunohsiz deydi. Xitoyda gunohsiz ekanligi isbotlanmaguncha u jinoyatchi Xitoyda. Masalan, biz Uyg'urlarni suluvat deylik. Lekin g'arbda emas. G'arbda haqiqiy isbotlanmaguncha u gunohsiz odam. Shunga Go'nggi ustidan hukm chiqqani yo'q. FBI'dan tashvishga boshlabdi, hukm chiqqani yo'q. Shunga ashtab bir ahvol mavjud hozir. Go'nggining programmasi ishlayotdi. Uniki qolgan demokratchilar bilan bo'lgan munosabatimiz qat'iy yaxshi emas. Shu yaqin videolarni ancha olmadim men. Shu nimalarni to'g'risida ancha bilmayman hozir. Ahvollar. Allah razı olsun. Ben kıskılan bir cevap veriyorsunuz. Hazır mesela Go'ngidagi çıkan haritalar olsun, belki bayanatların ki bir kıymeti var mı? Biz çünkü onun radyo verişimiz gerek mi? Ya ki onun karımız olmasın buraya veremde yani bir şüphelendim mi bulur? Aslında bunu Dünya Uyghur Kurultayı'daki teşkilatlar radyo bir koysun mu buldu. Asıl vakti ötüp gitti hazır. Ben ötkende meniki konum kelgan yeri ularniki lanqagan bayonotnomasida shu Xitoy Federatsiya hokimiyati, hukumati mushni e'lon qilgan bayonotnomasida Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki Xitoy davlati chegarasidagi millatlarga solgan azob uqubatlari, ziyonlarini tilga olib, uyg'unlantirilganmapti. Hozir Xitoy chegarasi ichida turayotgan, Xitoyning qo'lida turayotgan millatlarning ichida Uyg'urdek cho'ng ziyonga uchragan millat yo'q. Çünkü Uygur'un tilga olmay yozgan har qanday narsani qiymati ancha yo'q. Men endi Go'nggi o'zi yolg'iz qolgan bo'lsa parvo qilmaydim. Uni masjid benimi bilib qolganligi uchun men o'zim qattiq norozi bo'ldim bu ishga. Twitterda mazat norozilik bildirdim. Shunga ashdan qarta norozilik bildirib qo'yish kerak aslida. Endi hukumatniki o'ziga desangiz, men degandek hozir dunyoda chet ellarda Xitoyniki demokratik tashkilotlar bak ko'p. Bu birlik qilishma emas. Chunki qolganlar hech parvo qilib ketmaydi bu narsaga. Chunki buni bak bir cho'ng maslik berishning hojati yo'q. Shu vaqtning o'zida ancha ifoda bildirib qo'ysak yaxshi. Lekin bir muhim narsa nima desangiz, Uyg'urlarning manfaatiga taqalgan chog'da cho'qim bir ifoda bildirish kerak. Qanday yerda bo'lishi qat'iy nazar. Aniki hozir bizniki bu jihatda bir sistemlik bir mexanizm yo'q. Bir bo'shliq bor bu jihatda. Bu ishlarni kimlar pek yaxshi qildi Yahudilar. Dunyoniki qandaq bir yerdan bir kishi Yahudiyni qorlaydigan yoki zarba beradigan, tushiradigan gap qilib qolsa, bular butun hamiz birlashib shu kishiga zarba berdi. Boshqa taraf emas qo'ydi bu odamni. Bu jihatda biz Uyg'urlar ojiz, bir mexanizm yo'q. Bir cho'ng bo'shliq bor bu jihatda. Bu jihatda mesela Uyg'urlarni bir narsa deb yoki Xitoyga maslash bir narsa degan bo'lsa, bu kishining
bir çüprende bolup kalsa, kolu işke ben adetkilen bir adam bolup kalsa, bununla cevap verimiz dep, aşı meselenin gündemiga kelip koyduğun iş bolup kalamdı dep. İşte ondaki anda karşılıklı sal kıymetini östürüp koyduğun iş mi bu? Tarafı bu. Nabet ben degendek eğer Steve Bannon bulmagan bolsa bunun içinde onun çekilişinin qat'iy hajati yo'qdi. Ana adam boğaşqa şomagan çağda sen Xitoydagi zulmni qilib o'rgatilgan bo'lsang, seniki bu chiqargan bayonotning nima qiymati bor deb a gapni deyish kerak. Masalan, endi qiymati bor deb o'ylamsan debchi. Bu yerda prinsip masalasi bor. O Gongi bir qancha Uyg'urlar urushib qolganligi uchun Uyg'urni men o'tilganmayman deb bayonotni Uyg'urlarni kirgizmabdi. Undaq bir sapa bilan u aqlmanda yashashga harakat qilish mumkin emas. Shunday qilish kerak aslında. Allah razı olsun. Ayette yaxshi program oldu. Kardeşlerimizin bu programı takip koşunu, kanalımıza azal koşunu ümit kılmam. Allah razı olsun Erkin Aka. Başka kim olsa Rahmat ukam. Olmasa ben yani 2 minut va programın 5 otursida azroq gap qilib qo'ydim. Oxirini tushirib atayım demiş xalqimiz to'g'riliq, xalq to'g'riliq. Allah razı olsun. O'zingiz programı qilib turaylik. Bo'ladi ukam, rahmat. Men chiqib Bo'ldi, Allohga emanet. ma'qul, xo'sh qilaman.